Rossiya Ukrainaga Oreshnik bilan hujum qilishga tayyorlanmoqda. Zelenskiy. Ikki stul orasida o'tirishga harakat qilgan odam yerga qattiq yiqiladi. Medvedev Pashinyanni ogohlantirdi. Putin "Yo'q, men bunga rozi bo'la olmayman" dedi. Kreml ichidagi jumboqli qarama-qarshiliklar oshkor bo'lmoqda. Tramp Eronni AQSh bayrog'i ranglarida tasvirladi. Bu oddiy rasmmi yoki xavfli signal? Google rahbari dahshatli prognoz berdi. 2030-yilga borib o'ta kuchli sun'iy intellekt paydo bo'lishi mumkin. Netanyahu uchun kamsituvchi zarba. Trampning yangi strategiyasi Isroilni shokka soldi. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Rossiya Ukrainaga Oreshnik bilan hujum qilishga tayyorlanmoqda. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya yaqin kunlarda Ukrainaga, ayniqsa Kiyevga qarshi juda yirik va kombinatsiyalashgan zarba berishga tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu ma'lumotlar Ukraina razvedkasi bilan birga AQSh va Yevropa maxsus xizmatlari tomonidan ham tasdiqlangan. Zelenskiy Rossiya Oreshnik nomli gipertovushli ballistik raketadan foydalanishi mumkinligini aytdi. Bu raketa Kreml tomonidan deyarli ushlab qolib bo'lmaydigan qurol sifatida taqdim etiladi. Rossiya avval ham ushbu raketani Ukrainaga qarshi 2 marta qo'llagan. 1-mart 2024-yilda Dneproga, keyin esa 2026-yilda Lvov viloyatiga zarba bergan. Zelenskiyga ko'ra, Rossiya faqat bitta raketa emas, balki dronlar, qanotli raketalar va ballistik tizimlarni birlashtirgan ommaviy hujum tayyorlamoqda. U Kiyev ham ehtimoliy nishonlar orasida bor ekanini ochiq aytdi. Shundan so'ng United States Embassy in Kiev favqulodda ogohlantirish chiqardi. AQSh elchixonasi keyingi 24 soat ichida istalgan paytda kuchli havo hujumi bo'lishi mumkinligini bildirib, Ukrainadagi Amerika fuqarolariga darhol boshpanaga yashirinishga tayyor turishni aytdi. Ikki stul orasida o'tirishga harakat qilgan odam yerga qattiq yiqiladi. Medvedev Pashinyanni ogohlantirdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev Armaniston hukumatining Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish siyosatini tanqid qildi. U mamlakat bosh vaziri Pashinyan lavozimini yo'qotishi mumkinligini da'vo qildi. Bu haqda RBK xabar berdi. Medvedev Armaniston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi ishtirokini saqlab qolish ham Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni joylashtirishga intilayotganini yoqlamadi. U ikki stul orasida o'tirishga uringan odam yerga og'riqli yiqilishi xavfi bor deya ta'kidladi. Yaqin orada Nikol ismli odam aynan shu ishni amalga oshirmoqchi. U o'zining qudratli davlatini Yevropa ittifoqiga qat'iyat bilan sudrab kiritmoqda. Shu bilan birga Yevropa ittifoqida ishtirok etishdan keladigan barcha foydalarni saqlab qolishdan manfaatdor deb yozdi Medvedev. Uning so'zlariga ko'ra, Armaniston hukumati Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar chuqurlashganda ham Rossiya gazining amaldagi narxlarini saqlab qolmoqchi. Rossiya o'zining ketayotgan hamkoriga gazning hozirgi narxini 1000 kub metr uchun $177,5 saqlab qolishga majbur emish dedi. Medvedev Yevropada gazning birja narxlari 2026-yil may oyida 1000 kub metr uchun $570-590 darajasida bo'lganini ta'kidladi. Axir Yevropa gaz narxlariga o'tilgan taqdirda Armaniston aholisi bu amakini to'g'ridan-to'g'ri uning mehribon do'sti Makronning oldiga Parijga haydab yuborishi hammaga ayon-ku deya da'vo qildi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari. Putin "Yo'q, men bunga rozi bo'la olmayman" dedi. Kreml ichidagi jumboqli qarama-qarshiliklar oshkor bo'lmoqda. Frontda muvaffaqiyatlarning yo'qligi ortib borayotgan talofatlar, Ukraina dronlarining tobora muvaffaqiyatli tus olayotgan hujumlari va maxsus xizmatlar talabi bilan internetning tez-tez o'chirib qo'yilishi hamrohligida kechayotgan iqtisodiy inqiroz Rossiya rahbariyati vakillarining o'zlarini olib borayotgan urushga yanada sergakroq nigoh bilan qarashga majbur qilmoqda. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib Bloomberg xabar berdi. Qayd etilishicha, jamiyatda namoyon bo'la boshlagan asabiylikni elitaning ko'plab vakillari ham baham ko'rmoqda. Qolaversa, ba'zi yuqori martabali mulozimlar mojaro boshi berk ko'chaga kirib qolganini va undan chiqish yo'llari ko'rinmayotganini aytmoqda.
Ushbu shaxslardan birining so'zlariga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin urushni davom ettirish niyatida, biroq uni yil yakuniga qadar tugatishni istardi. Biroq avvalgidek o'z shartlari asosida, jumladan Donbass ustidan to'liq nazoratni qo'lga kiritish orqali. Putin shuningdek Yevropa bilan xavfsizlik bo'yicha kengroq bitim tuzishni xohlaydi. Bir nechta yevropalik diplomatlar Bloombergga Rossiya hokimiyat yo'laklaridagi muhitni mahzun deb baholashlarini aytgan. Jang maydonida patli vaziyat yuzaga kelgan. Ukraina uchuvchisiz uchish apparatlari esa nafaqat neftni qayta ishlash va eksport qilish korxonalari faoliyatiga muntazam putur yetkazmoqda, balki urushni Moskvaning ichiga ham olib kirdi. 17-mayga o'tar kechasi 600 ga yaqin dron Moskva regioniga mojaro boshlanganidan beri eng yirik hujumni uyushtirib, energetika obyektlari, harbiy sanoat majmuasi korxonasi va Sheremetyevo aeroportiga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlarining zarbalari tezlashgani fonida uning mamlakat bo'yicha harakatlanishidagi tanaffus 196 kunga yetgan. Shu bilan birga Kreml yetakchisi o'z ambitsiyalarini kamaytirgani yo'q va Donbassni egallash niyatida. Ukraina bo'linmalari dronlar, piyodalar bilan birgalikda qo'llaniladigan aksir hujumlarni tobora ko'proq tashkil etmoqda. Hozircha shaxsiy tarkibning jiddiy yetishmovchiligi sababli shiddatli yorib o'tishlarga erishishning iloji bo'lmayapti. Ammo armiya endi 2025-yildagidek mudofaagagina mahkum bo'lib o'tirgani yo'q. Tramp Eronni AQSh bayrog'i ranglarida tasvirladi. Bu oddiy rasmmi yoki xavfli signal? AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni AQSh bayrog'i ranglarida tasvirladi. Bunday xaritani u o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida e'lon qildi. Donald Tramp rasmga Yaqin Sharqning Qo'shma Shtatlari degan izoh qoldirgan. Avvalroq CBS News telekanali AQSh ma'muriyati Eronga qarshi yangi harbiy zarbalar ssenariylarini ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan. Telekanal manbalariga ko'ra, bu borada yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Bundan avval AQSh va Eron o'rtasidagi mojaroni tartibga solish bo'yicha muzokaralar aprel oyida boshlangani ma'lum qilingan edi. Biroq hozircha Washington va Tehron o'rtasida tinchlik kelishuvi imzolanmagan. Google rahbari dahshatli prognoz berdi. 2030-yilga borib o'ta kuchli sun'iy intellekt paydo bo'lishi mumkin. Taxminan 2030-yilga borib umumiy sun'iy intellekt yoki boshqacha aytganda o'ta kuchli CI paydo bo'lishi mumkin. Bu haqda Google kompaniyasining CI bo'linmasi hisoblangan DeepMind bosh direktori Demis Hassabis ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday tizimlarning rivojlanishi birdan sodir bo'ladigan keskin sakrash ko'rinishida emas, balki texnologiya va fan uchun yangi imkoniyatlarni ochib beruvchi bosqichma-bosqich takomillashishlar ssenariysi orqali amalga oshadi. Hassabisning qayd etishicha, AG'ning paydo bo'lishi ta'sir kuchi jihatidan sanoat inqilobidan 10 barobar kuchliroq va 10 barobar tezroq sodir bo'ladigan hodisaga aylanishi mumkin. Shu bilan birga u texnologiyalar rivojlanishi albatta salbiy oqibatlarga olib kelmasligiga ishonch bildirgan. Uning fikricha, sun'iy intellekt tibbiyot, materialshunoslik, matematika va energetika sohalaridagi rivojlanishni tezlashtirishga qodir. Netanyahu uchun kamsituvchi zarba. Trampning yangi strategiyasi Isroilni shokka soldi. AQSh Isroilni Eron bo'yicha muzokaralardan siqib chiqardi. Endi Tel Aviv, Washington va Tehron o'rtasidagi muzokaralar haqida ma'lumotlarni Yaqin Sharqdagi yetakchilar va diplomatlar orqali yig'ishga majbur bo'lmoqda. Bu haqda ismi oshkor etilmagan isroillik mulozimlarga tanib New York Times gazetasi xabar berdi. Nashr manbalarining so'zlariga ko'ra, AQSh prezidenti Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahuga harbiy ittifoqchi sifatida qaraydi. Biroq Eron bilan muzokaralarda uni yaqin sherik deb hisoblamaydi. Shu munosabat bilan gazeta avvallari Eronga qarshi kurashda AQShning ikkinchi uchuvchisi bo'lgan Isroil bosh vaziri endilikda shunchaki yo'lovchiga aylanib qolganini qayd etgan. Maqolada aytilishicha, Isroil teng huquqli sherik maqomidan AQSh harbiylarining pudratchisi darajasiga tushirib qo'yilgan. Bu Isroil uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin va oldinda saylovlar kutayotgan Netanyahu uchun kamsituvchi zarba bo'lgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28-fevral kuni AQSh Isroil bilan birgalikda Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlagan edi. Bunga javoban Tehron Isroilga AQSh bazalariga va Yaqin Sharqdagi neft infratuzilmasiga raketalar va dronlar bilan zarbalar bermoqda. Bundan tashqari, Eron dengiz orqali yetkazib beriladigan neftning qariyb 30% to'g'ri keladigan Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ygan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.